Raqib muxlislari Ronaldoga qarata Messining ismini qichqira boshladi va u o'zini ushlab tura olmadi. Al-Nasr Al-Shabab ustidan uzoq o'yinda g'alaba qozonayotgan edi va uy jamoasi muxlislari Ronaldoni eng ishonchli usul bilan bezovta qilishga qaror qildi. O'yin davomida Messining ismini qichqira boshladilar. Buni eshitib Ronaldo to'xtadi va tabassum bilan bu qichqiriqlarga mos raqs tushira boshladi. Lekin keyin tribuna tomon odobsiz imo-ishora ko'rsatdi va bularning hammasi o'sha o'yinda sodir bo'ldi. U yerda u karyerasida 971 golni urdi. 1000 gol belgisiga yana bir qadam. Futbol tarixida hech kim bu ko'rsatkichga erisha olmagan. Krishtianuga allaqachon 41 yosh, lekin muxlislar uni eng past usulda provokatsiya qilishda davom etmoqda. Agar Ronaldoni hurmat qilsang, obuna bo'l.